Oyim aytgan qiz siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Bular o'rtoqlar, aralash, yeralash. Shular uylan desa uylanaman, uylanma desa uylanmayman. Tashrif qo'yinglar. Soch yo'rishga qilingan. Hech ham qilinmagan. Katyuka kiygan. Baland poshna kiygan. Hammasi rasm, bu qiz bola. Men ham o'g'il bola deyotganim yo'q. Uylansa bo'ladimi yo'qmi shuni ayt. Buni uchrashuv davomida bilamiz. Balki qizga ham olib beramiz. Yo'q, jiddiymi? Ertaga qora kunlaring bo'lishi mumkin, pulsizlik davri bo'lishi mumkin. O'shunga jiddiydimi yo'qmi? Hozirdan tekshirish kerak. Proses ketyapti. Sumkam, yugurmaysizmi sumkam? Nima bo'ldi, qiz? Tushuntir o'zing. To'xta. Ha bu qiz. Ya'ni bejirim. Ha bu Yo'q, o'sha ketdi, o'sha yetolmaysan. odamni psixologiyasini imzoga qarab bilsa bo'ladi. Imzo qo'ydirib men aytib beraman qanaqaligi. Bo'pti. Shunga qo'l qo'yib bering. Nima bu? Hali salla men nomimga kredit olmoqchimisanlar? Nima, jinnimanmi sallaga? Jinnar qo'y, qolsa ich deb o'yla. Ya bundan xotin chiqmaydi, baqirishni boshlaganini ko'rdingmi? Shartnomani ber. Yaxshi ham sizlar borsizlar. Bo'lmasa uylanib yuborardim.